Bemorimiz asosiy diagnozi bizda postmenopauzal osteoporoz hamda yondosh kasalligiga qo'shilgan asen depressivniy sindromimiz. Bularda asosiy shikoyatlar bo'lgan bel sohasidagi og'riqqa hamda o'ng oyoqdagi og'riqqa. Kelganlarda harakatda cheklanish bor edi, og'riqlar kuchli edi. Bugungi kunda holatimiz o'zgargan, o'zlari aytib berishadi hozir. Men juda ham qiynalib ketdim. Yaqinda batga yeguncha ham avval Vadilda yo'lidagi igrijada 12 kun atta davolandim. Atga borib har 2 oy 3 oyda 12 kunda davolandim. Olganimda yaxshi, kelganimdan keyin 5 kundan keyin yana davom etaverdi og'rig'im. Keyin meni shatga olib keldi. O'g'lim sizga bitta diagnoz qo'yaylik deyishdi. Keldim, meni keyin shunaqa analizlarga yozishdi, mana ko'rishdi. Men Xudoga shukr, o'sha belim sohasiga og'riq joylarimga ukollar qildilar. Doktorga rahmat. Tan jonlari sog' bo'lsin, ilohim martabalarni Alloh bundan-da ulug' qilsin. Hozir meni ancha holatim yaxshi. Bularda ko'p qo'yilgan grija, osteoxondroz, o'sha смещение позвоночника deyishadi ko'pincha, ba'zida o'tkazib yuboramiz boshqa kasalliklarni. Hozir ko'rsatib o'tdik Bextel kasalligimizni. Ularda ham osteoporoz kasalligi bor, postmenopauzalniy ayollarda ko'pincha klinikasidan keyin bo'ladi. Shularga be'tibor bo'lmasliklaringizni talab qilamiz. Rahmat, doktor. Sog' bo'ling.